Ko'z o'tmish va bugun kelajakni aniq ko'ra olish qobiliyatining timsoli. Ko'z kasalliklari ko'rishni istamaslikni aks ettiradi. Hayotda ko'rishni istamayotgan narsalarni ko'rayotganingiz sizga yoqmaydi. Yurakda nafrat, jahldorlik kabi tajovuzkor tuyg'ular to'planib qoladi va ular ko'zda muammo keltirib chiqaradi. Axir ko'z ko'ngil oynasi hisoblanadi. Odamlar seni yomon ko'raman, ko'zimga ko'raman, bunga qarash og'ir, seni ko'rishni istamayman degan gaplarni ko'p ishlatadi. Bundan kishilarga yaxshi narsalarni ko'rishga, ularning manmanligi va qaysarligi xalal beradi. Ular dunyoga tajovuz ko'zi va tajovuz tuyg'ular prizmasi orqali qaragani uchungina faqat yomon narsalarni ko'rishlarini tushunmaydi. Bu holatdan chiqishning yo'li bitta: o'z ongini tozalash va shunda olam chiroyli ko'rinadi. O'zingiz uchun qarash yoqimli bo'lgan olam yarating. Kabinetimda uzoqni ko'ra olmaslik tashxisi bilan bir ayol o'tiribdi. Biz seans boshlaymiz. Ayol o'z ongi osti bilan aloqa o'rnatganimdan so'ng savol berdim. Mening qaysi xatti-harakatim, fikrlarim, his-tuyg'ularim va kasallikka olib keldi, dedi ayol. Ma'lum vaqtdan keyin u javob oldi. O'z qalbingga qara. Ko'nglingda qanchalik kir bor. Sen doim odamlarni qoralab yurasan, lekin o'zing burning narini ko'rmaysan. Sen hatto uyingdagi derazalarni ham bir yilda bir marta yuvasan. Atrofga qara. Dunyo qanday go'zal, odamlar qanday ajoyib. Ulardagi senga yoqmaydigan xislatlar shunchaki o'z fe'l-atvoring aksidir. Ish jarayonida ayol o'z fe'l-atvorini qaysi jihatlarda o'zgartirish kerak ekanligini aniqlab oldik va o'z ustida ishlash rejasini ishlab chiqdik. Shu bilan birinchi seans tugadi. Ikkinchi seans bemorim shunday deb boshladi. Doktor, birinchi seansdan keyin uyga kelib nima qilganimni bilasiz. Xo'sh, nima qildingiz? 1 yildan buyon yuvilmagan derazalarimni yuvdim. Bir necha seansdan keyin ayolning ko'rishi yaxshilandi. Qizig'i shundaki, uzoqni ko'ra olmaslik ko'proq yoshlarga xos, uzoqni ko'ra bilish esa keksalarga. Bu narsa yosh odam ko'proq o'z subyektiv olamiga, u bilan hozirgi paytda bo'layotgan voqealarga e'tibor qaratgani, keksalar esa bu hayotdan uzoqlashgani bilan izohlanadi. Ular ko'proq o'zining o'tmishidagi yoqimli xotiralar bilan yashaydilar. Ular yaqinlashayotgan qarilik va o'limni ko'rishni istashmaydi. Bizning madaniyatimiz qarilikka ham, o'limga ham munosabat o'ta salbiy. Bu zamonaviy dunyoga ko'pchilik odamlar o'zlarini faqat jismoniy tana sifatida ko'rish bilan bog'liq. Tana esa muqarrar qariydi va o'ladi. Har birimiz esa ertami kechmi albatta sodir bo'lishini bilamiz. Ammo bu haqiqatda o'ylashni, qarilik belgilarini ko'rishni istamaymiz. Ammo biz haqiqatning ko'ziga tik boqishimiz kerak. Biz asl mohiyatimiz bu abadiy emas va o'lmas ilohiy ruh ekanligini faktini anglab yetishimiz kerak. U bu dunyoga kamolotga yetish uchun o'z noyob yo'lini bosib o'tish uchun kelgan. Buning uchun unga jismoniy tana zarur. Bu tana ruhga sodiqlik bilan xizmat qiladi, lekin baribir olamning cheksiz kengligi bo'ylab sayohatni davom ettirish uchun uni qoldirib ketish to'g'ri keladi. Uzoqni ko'ra olmaydigan odam hamma narsani yaqin qabul qiladi, lekin shu bilan birga uning hayotida u bilan sodir bo'layotgan hech narsada o'zini ko'rishni istamaydi. Natijada uning qalbida odamlarga, butun dunyoga nisbatan xafagarchiliklar to'planadi. Ko'rish o'ziga xos himoya. Odamlarning yuzini va buyumlarini, tashqi qiyofasini aniq ko'rmaganingda his-tuyg'ulari ham unchalik yorqin bo'lmaydi. Ko'zoynak ko'rish qobiliyatini to'g'rilaydi.
insonga aniqroq ko'rishda yordam beradi, lekin ular ko'rish doirasini cheklaydi. Eng asosiysi esa odamning fe'l-atvori to'g'rilamaydi. Agar sizda ko'zlaringiz bilan bog'liq muammo bo'lsa, o'zingizga quyidagi savollarni bering: men nimani yoki kimni ko'rishni istamayman? Ko'rish ozor beradi. Men o'zimda nimalarni ko'rishni istamayman? Hayotimda sodir bo'lgan voqealarni o'zimni ko'rishga harakat qilyapman. Hayotimda nimalar ko'z yumishga harakat qilyapman?